Foyda qilamizmi kanalning qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda lag'mon apparatlar, xamir yoyadigan, kichkina lag'mon qiladigan apparatlar, xamir yoyadigan apparatlarimiz bugun noldan obzor qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Bular narxlarini, qana ishlashni, ishlash prinsiplarini, necha volt ishlashini hamma yo'qni video davomida tushuntirib ketaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, maksimal o'rtoqlar ham jo'natib qo'yinglar. Birinchi bo'lib keladigan lag'mon apparatimiz. Xo'p, ikki xil turdagi bizga O'zbek Xitoy savdoviy magaziniga ikki xil turdagi eng hadavoy bo'lgan lag'mon apparatlar kirib keldi. Bu apparatlarimizning modellari PC35 model narigisi, L300 model bunisi. Bu lag'mon apparatlarimiz lag'monlarning turiga qarab soatiga 30 kilodan 50 kilogacha bo'lgan lag'monlarning bemalol chiqaraveradi. 220 tokda ishlaydi. Metta ishlash prinsiplari, necha volt ishlashi, soatga qancha tok rasxod qilishini yozib qo'ygan. Soatga 2 kilovat rasxod qiladi. Bunisi esa 2 xil, bir xil egalasi bir xil. Lekin kачествоsi zamok nerjavekali bo'ladi. Bu nerjavekali bo'ladimi, keramikali bo'ladi. O'shunday hisobda farqi bor. Xo'p, bu lag'mon apparatlarimiz eng hadavoy bo'lgan razmerlarda tishlarni olib keltirib qo'yganmiz. 3 mm dan bo'ladi egalasi. Xitoy zavodskoy narsa 6 oy garantiya bilan qilib beramiz. Bu apparatimiz ikki xil funksiya bajaradi. Ham xamir yoyib beradi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsiz. Ham metta xamir tashlaganlaringizdan keyin xamir ham yoyib beradi, keyin lag'mon ham qilib beradi. Xohlasanglar lag'mon tishini olib turib, xamir yoysanglar ham bo'ladi. Xohlagan razmeringlarga qo'yib, ikkala modelimizda xuddi shu funksiyalar bor. 220 tokda ishlaydi. Bular narxlari keladigan bo'lsak, bu modelimiz L300 modelimizni $550 qilib beryapmiz. Narigi PC35 modelimiz esa $650 qilib beryapmiz. Skidga narxladi. Xudo xolasa bas nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar o'tiladigan xonalar bo'ladi. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p, navbatdagi apparatlarimiz ruchnoy, avtomat, xamir ham yoyadigan, lag'mon qiladigan, kichkina оборудование, uy sharoitida ishlatadigan apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bemalol bularni ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bular bunisi 3 xil funksiyani bajaradi, bunisi 4 xil funksiyani bajaradi, bu esa 2 xil funksiyani bajaradi. Bu men ko'rsatgan hozir lag'mon apparatimi, bu kichkina ukasi hisoblanadi. Hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi bundan boshlaydigan bo'lsak, bu ham lag'mon chiqaradi, keyin boshqacharoq lag'mon ham chiqaradi. Xamir ham yoyib beradi. Xuddi shu funksiyali, lekin ruchnoy bo'ladi. Mana men bu yerdan aylantirib ruchkasi solinadi demakki. Ruchkasi solingandan keyin bemalol lag'mon chiqaraverasizlar. Xuddi shunday funksiyada bo'ladi. Xo'p, buning narxini $35 qilib beramiz. Yonidagisi 4 xil funksiyali xamir yoyadi, ugura qiladi, ham lag'mon qilib beradigan apparatimiz. Bu ham xuddi shunaqa, lekin kattarog'i. Bu narxini $45 qilib beryapmiz. Kimga shunaqa va shunga o'xshash apparatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, navbatdagisini ikki xil funksiyasi bor buni, lekin tokli elektrический ishlaydi. 220 tokda bemalol ishlayveradi. Ham xamir yoyib, ham lag'mon qilib beradi. Buning ikki xil funksiyasi bor. Bu narxi keladigan bo'lsa, $95 qilib beryapmiz. Shu apparatlarimiz hozir bugungi kunda xudo xolasa skidga tushdi. Xo'p, endi xamir yoyadiganni kattaroq bo'lgan bunaqasi ham razmerdagi ham bor. Kimga zarur bo'lsa nalichiydi. 50 cm bo'lgan tokda ishlaydi, 220 tokda ishlaydi. Yoqib o'chiradigan tugmasi metta bo'ladi. Bu narsani razmerini yonidan bemalol olib qo'yib ishlatishinglar mumkin. Xamir yoyib ko'proq bunga kurasan, somsa, shunga o'xshash bo'lgan mahsulotlarga xamir yoyib ishlatishadi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, $505 qilib beryapmiz skidda narxda. Xo'p, kimga shunaqa va shunga o'xshash apparatlar kerak bo'lsa, lag'mon yoyadigan, led generator deysizlar, frityur, fast food xonalarga deysizlar, paxta qaldi, hamma yo'q do'konimizda mavjud. Do'konimiz Sentrmat Sitovorin tagida, Polsha bozoriga yetmasdan pastga nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa yanada zo'r videolar ishlashga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa zo'r videolar chiqadi.